Hello everyone, yaxshimisilar ko'pchilik. Kino'din ئىغىزتىلىنى يۈرۈش دەرسىمizگە xush kelibsiz. Bu bizning 10-chi sinf darsimiz. Bu sinf darsimizda biz Hotel Transylvania degan qo'jaqdan ingliz tilimiz. Ya'ni Hotel Transylvania degan Transylvania mehmonxonasi degan gap odatda ingliz tilida ba'zida shu suhbatdoshni yoki suhbatdoshni keyniga oladi. Unda bo'lsa Bugün şu an tunç sözge ekran qaraylı. Frankie, my boy, look at you, still traveling by mail, Mr. Cheapo, huh? It's not a money thing. I have a plane phobia. Okay? Yan bıraklanla. Traveling by mail, Mr. Cheapo, huh? It's not a money thing. I have a plane phobia. Fobia. Bu fobiyanı bekçi şıltıdı hem köp anlaşanlar mümkün. Bu birinimden korkuş yak birinimden xudiksirash degan gap. Fobia degan. Hem de böyle qorqishning yuqori pallasi. Fear'ning qo'rqmoq deydi. Texim yuqori pallasini qanda? Phobia deydi. Masalan, I have a phobia about needles. I have a phobia about needles. Needles degan needle degan yingni. Hem de buni ukol deb tushunsalim bo'ldi, needles deb. Ana I have a phobia about needles. Men ukoldan qo'rqaman degandek. Underwater. Su astidan qo'rqma. Ba'zi odamlar su astidan qo'rqadi, ba'zi odamlar igizdan qo'rqadi. Shunda qo'rqadigan ishlarni qanda fobia deydi. Hamda masalan, bundaylik fobiyani bir qancha til ism bilan birga kelib, shuningdan qo'rqadiganligini ifodalaydi. Masalan, social phobia bo'lsa, social degan qanda ijtimoiy. Social phobia ijtimoiy qo'rqish bu degan gaplar masalan, boshqalarning oldida so'zlash, nutq so'zlash yoki nutq so'zlashdan qo'rqadi, ko'pchilikning oldiga kelishdan qo'rqadi, shuni I have social phobia deydi. Germ phobia degancha germ degan mikrob degan gap. Germ phobia bo'lsa mikrobdan qo'rqish. Islam phobia bo'lganda buni islam phobia deb ham uyg'urchalashtirib yubordi. Islam phobia deb islomdan xudiksirash desak ham bo'ldi, islomdan qo'rqish desak ham bo'ldi. Fobiyaning ashuna qo'rqish masalan o'yimchikdan qo'rqsaqchi I have spider phobia desak ham bo'ldi. Ya'ni spider phobia bu yerda aniq ilmiy atalg'i bo'lmasligi mumkin. Ammo sizlar Mushu ingliz tilida so'zlaydiganlarga I have spider phobia desanglar, bu o'yimchikdan qo'rqiydi ekan deb tushunaladi gapni. Unda esa keng o'rganmoqchi bo'lgan so'zga ekran qarayli. So what's up, Drac? The hotel is looking off the hook. Yan biranlarla. So what's up, Drac? The hotel is looking off the hook. Off the hook. Off the hook. Hook degan nima? O'li qarmoq. Yani şu qarmoqdan tushib ketdi degan gap, nima degan gap? Off the hook degan avorchilikdan qurtulmoq. Biri avorchilikdan qurtulmoqni qanda off the hook deymiz. Masalan, meni avorchilikdan qanday avorchilik bo'lsa bo'lardi? Biri avorchilik chatoq, ma'lum bir ish qiyinchilik qilgan bo'lsanglar, shundan ham qutqizgan bo'lsanda off the hook. Masalan, thanks for getting me off the hook. Thanks for getting me off the hook. Meni shu avorchilikda yoki qiyinchilikdan qutuldirganinga rahmat. Get somebody off the hook. Birisini qanda qiyinchilik yoki avorchilikdan qutuldirmoq degan gap. Unda sen bir nim tuzbasam jumla. I think you are off the hook. Masalan, birisi qarsang shunda bir chatoq terib qo'ydi, shunda ensirab tursa nima deymiz? U chatoq ayolgan bo'lsa, I think you are off the hook. You are off the hook. Bo'lsa avorchilikdan qutuldim bu ish o'tib ketdi desa, anondan qarshi taraf nima deydi? Deb bir xilliqqa o'zining bir xotirjam bo'ldi-ku, shunda aytganda off the hook. Oh, I'm finally off the hook. Man, it looks like I'm off the hook. Avorchilikdan qutulibman degandek ishlasak bo'ldi. Das bir yayınlanan eng oxirgi so'zga ekran qaranglar. Are these monsters gonna kill me? Not as long as they think you're a monster. Men biranlarlar. Is that? Oh, are these monsters gonna kill me? Not as long as they think you're a monster. As long as. As long as degan mush intan ishilchalik yuqori bo'lgan inglizcha bir so'z berkmisi bu. Phrase. Bu ikki xil ma'nosi bor ko'proq. Birinchi ma'nosi manda qilsam deb ma'no chiqadi. Masalan, as long as you're going, I'll go to. As long as you're going, I'll go to. Sen borsanglar, men borman. As long as you come, sen kelsanglar, I'll come. Men kelman. As long as you pay, sen to'lasanglar,
I won't be a trouble. Men avarçılıq termayman demekçi. Manda qıysanglam, unda qıysanglam deyimiz. As long as deyimiz. As long as. Undasa bunun yanı bir mənisi nima deganda, ma'lum bir ihtiyoç yoki shu istekni xohlagan vaqtgacha shunda qilishni as long as deydi. Shuna shu ish bilan qiysi bo'ldi degani. Masalan, you can stay for as long as you want. You can stay for as long as you want. You can stay degan sen bir şey tutsang bo'ladi. For as long as you want. Sen xohlaganingni tutsang bo'ladi. Shu vaqtgacha xohlagan, istagan, ehtiyoj qo'ygan qanday as long as deydi. Ondan keyin buni xohlaganingcha ol degan deymiz. You can take as long as you need. Yani ihtiyacın tushgancha al, qancha ehtiyoj bo'lsang shuncha qancha al deganicha. You can take as long as you need deymiz. Daha sonra bugun o'rgangan so'zlarni yig'incha qilib olsam, phobia, off the hook, as long as. Phobia, off the hook, as long as. Phobia degan bir animdan qo'rqish degan gap, favqulodda qo'rqish. Off the hook, avorchilikdan qutulish. As long as degan manda qiyslar yoki manchilik ehtiyoj istiqim bo'lgan vaqtchilik yoki ma'lum bir ishni qil degandek. As long as degan. Bugungi o'rgangan darsimiz mushakcha tushungan nuqtalar ostida. Asli ingliz shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.